Qani meni boyaga yetmagan ukan? Mana? Nimaga olib kelyapsizlar? Ekspertiza Nima uchun? ekspertdan o'tkazishni olib keldim. Sabab? Kimdan so'rab olib kelyapsizlar? 2025 Hurmatli fuqaro, Ma'muriy kodeksda 46-1 moddasida shaxsga oid ma'lumotlar yig'ish, tarqatish javobgarligi bor. Ruxsat olmoqda. Menga o'rgatmang qonun. Men qonunni yaxshi bilaman. Kimdan so'rab olib keldilaring bola? O'zimdan so'rab olib keldim. Hozir dars emasmidi, ustozi? Hozir Janjal bo'yicha Nimaga siz bizga xabar bermaysiz? Biz boshqa joydan eshitib kelyapmiz. bizga maktabga bordi. Biz misol Bo'ston mahallasini uchastkovoyi. Ular birgalikda bordi. Shu bolani dedi maktab nimasidan inspektor psixologini chaqirdi. Shuning bir masala bo'yicha bu bor nima qilishimiz kerak dedi. Agar boshqa begona ko'chadan begona odam kelib buni so'rab nima qiladigan bo'lsa, biz ota-onasiga yoki bo'lmasa ichki ishlarni olib kelingda, shular bilan birgalikda biz buni olib chiqib ketasiz, ruxsat. Ustoz, siz bilmaysizmi? Ota-onasi siz maktabdan chiqarish kim bo'lishidan qat'iy nazar mumkin emasligini bilmaysizmi? Agar fuqaro bo'lsa mumkin emas. Lekin bular o'zim davlatni Yo'q, hozir dars vaqtimi ustozi? dars vaqti. Qanday holatda olib keldi? Yo, to'xtang ustozi, qanday holatda olib keldi? Ketdi yaklash. Qora boramiz opa. Men uchastkovoyman, Otabekman. Joriy Otabek Xolmurodovich. Mana o'zbekistondan buyakkim. Sizni ustingizda arza bor. Hech kundan beri qidirib topganman. Nimaga kelmayapsiz, hurmatli fuqaro? Siz yolg'on gapirayotganingiz uchun kelyapman. Hurmatli fuqaro. Hurmatli uchastka noziri. Yolg'on gapirayotganingiz uchun men siz bilan gaplashishni istamayman. Keling ustozi. Tushunmadim, bu nima provokatsiya? Buyoqqa Asadbek. Buyoq qo'yvoring. Qo'yvoringmi? Qo'yvoring dedim. Syomka qil. Qo'yvoring. Buyoqqa olib keling, ukamni deyapman men sizga. Ukamni Boshqa joyga qo'ying. ukamni buyoqqa olib keling deyapman. Qilmang opa. Ukamni buyoqqa olib keling deyapman. Qo'lingizni Ukamni chiqaring buyoqqa deyapman. Ukamni chiqaring deyapman buyoqqa. Meni qonuniy talablarimni Nima Faxriddin aka, siz nima shaxsiy adovatingiz bormi? adovatingizni Chiqaring ukamni. Ukamni chiqaring. Chiqaring ukamni. Janjal bo'yicha ko'rsatmasini olishimiz. Ustoz o'tiring, ustoz. O'tirmaysiz. 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 Yo'q, ukamni bizga bu insonga shon topshirgan. Yo'q, o'tirmaysiz aka. Aka, o'tirmaysiz. Ichki ishlarga borib, shu yerda hal bo'linadigan narsa ekan. Misol men ham davlat ishchiman, davlat xodimiman. Yo'q, aka uyushtiryapsiz. Nimaga ukamni bunday qilyapsizlar? Chiqaring ukam, voyaga yetmagan bola. Chiqaring. Bormayman, chiqaring. Chiqaring. Uni onasi bor. Uni onasi bor. Uy dedomizki emas, uni onasi bor. Chiqaring bu yoqqa deyapman. Bu yoqqa chiqaring. Bu yoqqa chiqaring deyapman. Siz nima bizni dars ish vaqtimizga hujum qilyapsiz? Nima haqqingiz bor? Biz ham davlatda ishchimiz. Chiqaring. Chiqaring ukamni bu yoqqa deyapman. Voyaga yetmagan bola nima uchun darsni olib ketasiz buni ruhiyatini buzib? Arza bor. Ulug'bek aka, o'tirmang. Siz ham o'tiring, yoniga. Yo'q, o'tirmang aka. Aka, o'tirmang. Pul oldingizmi? O'tiring. O'tirmang. Nima? Yo'q, bo'ldi. O'ting. O'ting. Yoniga o'tiring, siz ham bo'lmasa. O'ting aka. Yo'q, aka o'ting. Aka o'ting. Aka o'ting. Tush Asadbek moshindan. Men javob beraman. Asadbek tush moshindan. Tushadi. Tushadi.